bo'lmasligi. Ikkinchi sonli kartotekada qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Moliyaviy faoliyati zarar bilan yakunlanmagan bo'lishi kerak. Xo'p, qaysi maqsadlarda ajratilmaydi degan shaklda, ya'ni kreditimiz qimorxona, biletxona, alkogol, tamaki mahsulotlar ishlab chiqarish yoki ularni savdosini tashkil etishga ajratilmaydi. Ilgari olingan har qanday kreditlarni qaytarishga ajratilmaydi. Kompyuter bilan tashkil etishga, har qanday qo'l-qo'l ishlab chiqilgan usullarni sotib olishga ajratilmaydi. Qolgan barcha turdagi qanaqalarga yo'nalishlar bo'yicha ajratiladi. Bu bo'yicha 312 bo'yicha o'tgan yil oktyabrdan beri kredit ajratyapmiz. Bunga endi yengillik bo'ldi. Ya'ni avvalgi birinchisida savdo va umumiy ovqatlanish faoliyatiga aylanmaga kredit ajratilmasdi bunda. Endi yaqinda bu narsa o'zgardi. Savdo va umumiy ovqatlanishga ham kredit ajratiladigan bo'ldi. Birinchi yaxshi o'zgarishi shu bo'ldi. Ikkinchi faoliyat